34 yil deganda uylanyapman. 34 yil. Do'stlar, bu bayram. Hay kuyov. Oshiqmang aylanib ketay. Men kelinda ammasiman. Qorovullikka kelganman. Odamda, odam. Ha, bir kun o'tmay qolmas, men narigi uyda jota qo'yaman. Men 34 ga kirib, senga kim uylansin dedi. Va nihoyat bugun bizda hech kim bezda qilmaydi. Yaxshilab keldingizmi, begim? Bu gaplarni men qancha kutdim. 34 yil. Hay kuyov. Oshiqmang aylanib ketay. Ko'rasam, joningizga ham tegadi. Endi men qorovulmanda. Odam shunday, odam. Bu maktabida qorovullik qilyapti. Demakki, boyanmidi. Ha? Yo, hech bala ketyapman. Jishtirib o'tirib oyog'ingni. Mun 3 kunda azobi, bu 34 yilda azobidan oshib tushdi. Ha, tingamni ammang jit kelar qaytamiz. Aka. Ammang yo'qmi? Ha, kuyov. Ha, amma. Qorovulmanda. Odam. Ammanga hani Budoyzorda anaqa qarovga o'xshaydi. Jonimga tegib ketish ammangim. Kuyov. Uzr, endi bezbetlik qilyapti deb o'ylamang. To'ylaring ham bir pasda 3 oy bo'lib qoldi. Bir pas emasda. Yaxshi niyatda lalaku olib keldik kuyov. Zamonaviy texnologiyalarda ishlab chiqarilgan, bolani tagi quruq turadi, allergiya chaqirmaydi, tursikchalik. Yangilik bormi? Qaydan yangilik bo'ladi? Hali masjidni ham yechgan yo'qsiz deb. Abi, nimaga? Tanimsiz qorovulga o'tiribsiz-ku qo'lingizga baylab. Odam. Ana shu o'dimni kim o'ylab topgan ekan, a? Да, проходите. Shas. Alo. Allo, begim, tez keling, ammam ketdilar. Ha, hozir boraman, hozir. Singilcha, bergan pulimga roziman.